Ayollarimiz iffatini saqlasin. O Jazoirda bilasizlar, fransuzlar bosib olgan. Ana shu fransuzlardan, askarlardan bittasi o'zini yodgorlik o'sha esdalik yozuvlarida shu narsani yozadiki, biz Jazoirda bosib olganimizdan keyin deydi, chekka qishloqlarni tozalash uchun kirdik. Qolib ketgan o'sha mujohidlarni o'ldirish uchun shunaqa kirdik. Kirsak, Jazoirda muslima ayollari og'ilxonalarga qochishadi. Og'ilxonani bilasizlar, mol qo'y boqadigan, hayvon boqadigan joy. Shu yerlarga qochib kirib ketishardi. Bir ozdan keyin butun tanalarida o'sha hayvonlarning tezagini surkab chiqishardi. Biz ularga yaqinlik qilolmasligimiz uchun. Haqiqatan ham ularning hididan biz ularga yaqin yo'lay olmas edik deb yozadi. İffatni saqlash uchun o'ziga tezak surkayapti. Bizning muslima ayollar atirni sepib ketyapti. Boshqa narsa. Ey muhtarama ayol, Allohning la'natiga uchraysiz. Atir sepib ko'chaga chiqib, bitamti erkakni dimog'iga atriz urilsa. Eng zo'r atirni sepib uyda sepmaydi eriga. Lekin ko'chaga chiqib ketadi. Bunaqa qilmaslik kerak. Ayollar erini muhabbati uchun atirni sepsin. Eriga ziynatlansin. Eriga chiroyli ko'rsatsin. U ko'chadagilar Alloh harom qilgan. Ertaga itobi bor, azobi bor buni.